Assalomu alaykum, qadrdon muxlislar. Sizlar bilan Televiron ko'rsatuvi va men Dilshoda Rustamjonova. Hamkorimiz mazali mevali yoqimli Kango saqichlari. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Alaykum. Qalisiz? Yaxshi. Ismingiz nima? Safiya. Meni tanidingizmi? Ha? Men kimman? Siz? Dilshoda obja. Amin dedin aman bo'lsin. Mustaqillik zamon bo'lsin. O'g'a qisar o'sib, uzoq hazır buvam nazar qilsin. Kimlar bilan yashaysizlar? Men ayam bilan, akalarim bilan. Ikkita akam bor. Ikkitami? Siz Bitta shahzoda? ukam bor. Opasi bor, o'zi bor. Menim o'zim bor, akalarim bor. Akam urug' bola. Shunda shahzoda necha kishi yashaysizlar uyda? 5 kishi. 5 kishi emas. Ayang bilan 7 kishi. Mo'mam bor. Etimga she'rni kim o'rgatdi? Kim? Oyim, agar oyim ishlari bo'lib qolganlarda adam ishxonalarida bola bor-ku, o'sha menga o'rgatdi. Keyin o'sha bilan yodladim. Qani bitta aytib beringchi, qanaqa she'r ekan? Faqat o'rischada. Mayli, aytavering. Праздник Навруз наступил, и мир обновление подарил. Спешу об этом рассказать и от души я поздравлять. Пусть принесет в жизни твое любовь, тепло, семью, уют. И новых лишь событий, победа, успехов, открытий. Hech kim yotlamagan dudiloyim, Dilshoda opangami, Odina opamgami yoqadi dudilar. Jasurbek tog'am ikkinchi rostdan mashinaga aytaymi? Nega? Chunki bugun bizni mashinamiz bor-ku, shu mashinamiz bo'ldi, olib ketib keldi. Olib ketib qo'ydi. Yo'q. Olib ketdi-da, biz uyga keldi, kecha olib ketib qoldi. Endi nima bo'ladi? O'zi biladi-da, ataylab olib ketganda, keyin telefon qildi. Voy, uzr, men sizlarni mashinalaringni kaltini olib ketib qo'yibman, bo'lmasdan dedi. Men salomda bo'lgan paytim. Keyin, ha, oyim dedi. Ha, bildik, olib ketganing dedi. Endi bunaqa quflanaydigan bor-ku kaliti. Ana shu bilan quflayapsiz. Qaytarib berar ekanmi kalitni endi? Ertaga borganda qaytarib beradi. O'zi Jasurbek tog'ingiz necha yosh? 30. Yo, 30. Yo, endi oyim 30 ga kirayotgan bo'lsa. Masalan, yoki 21 yosh bo'lsa kerak, bilmadim. Maktabda o'qiydimi? Maktab bitirgan. Demak katta bola ekanda. Pulingizni qaytarib beradimi endi? Beradi. Bermasa nima qilasiz? Bermasa sudga yozaman. Bitta ana bu akam bor. Otlik Said Ahmad. Ikkalamiz yotamiz Said Ahmad bilan. Lekin Said Ahmad men bilan o'ynamayapti. Nimaga? Shunga, lekin men bunga pechinamni beraman. Keyin konfetlarni beraman. Said Ahmad necha yoshda? 2. Dugonalaringiz bormi? Ha, dugonam bor, bog'chaga. Dugonam. Ismlari nima? Anisa, Farzona. Anisa so'qatib tursa, nima qilasiz? Xalat beraman. Bo'lmasam, so'qatib qolgan ko'chada kuchukchani ko'rib qolsangiz nima qilasiz? Olaman, Anisaga beraman. Bir-birini isitib turadi-da. Uyga olib kirmaysizmi kuchukchani? Olib ketaman. Keyin oyi sizga, "Menga qara, Yasmina, nimaga uyga kuchukni olib kirding?" deb urush bersalar nima qilasiz? Ana bu qilaman. Rasayaman. Nima qilaman? Rasayaman. Ayimgan. Nima qilaman? Rasayaman. Uyimga. Rasayam. Buxorocha shevan tushunmaydigan paytlarimiz ham bo'lib turadi. Uyimga rasayib qo'yaman. Yashirib qo'yaman. Ana. Eng mayda narsa nima dunyoda? Eng mayda narsa bu jonlimi yo jonsizmi? Yo'q. Jonli bor, jonsiz bor. Jonsiz ham, jonli ham, короче hammasi. Любой narsani ayting, eng mayda.
jonsizi bu qum zarrasi, jonlisi bu burga. Ayting endi. Jonsizi to'g'ri. Bu qo'lingiz 20 metrda yuradigan mikrob. O'sha burga deyiladi. Siz o'qiganingiz mana ko'rinib turibdi. Chunki men o'zbek maktabda o'qiganman. Ha, o'zbek Rus tilini bilaman. Qarang, rus tilini- maktabda o'qigan bilan o'zbek maktabda o'qigan bolani farqi bo'ladi. Bo'lmasa men o'zbek qizga uylanishim kerak. Katta bo'laman-ku. Значит, o'zbek sinfda o'qigan qizga uylanishim kerak. Nima uchun? Ham o'zingizdanchi 20 yosh kichkina qizga uylanishingiz kerak. Yana qayerlarga borgingiz keladi? Yana haligi sushi yegani borgim keladi. Men Nimaga bir marta yeb ko'rganman. Yoqmaganda ko'proq. Nimaga yoqmagan? Chunki anaqa bo'lmaydi, menga juda yoqmaydi. Nimaga bo'lmasam yegingiz keldi sushini? Sushi nima? Haligi menga ko'proq haligi qora bodringlik yoqadi. Ustoz bilan hazillashib fan o'qisam, to'g'ri qo'yadi menga. Shogird ustozi bilan hazillashishi to'g'ri emas. Kichkinasi siz hurmatsizlik bo'ladi, hurmat qilish kerak. Ustozim xo'p bo'ladi. Ustozim siz meni endi o'zbek tilida ustozim. Endi imkoniyat mana sizga. Qarang-da to'g'riga. O'zbek tili ustozingiz ismlari nima? Mahliyo Uktamovna. Mahliyo Uktamovnadan to'g'riga qarab kechirim so'rang. Sizni ko'rib turibdilar. Mahliyo Uktamovna. Здравствуйте, Mahliyo Uktamovna. Извините за такое поведение. Kechirim so'rash oson ekanmi? Bilmayman. Kechirim so'rab turish kerak va o'sha xatoni qaytarmaslik kerak. Ani xasiyo. Oilada eng kattasi kim, Shahzoda? Momasi. Necha yoshli momangiz? 74mida. Jumutir bilmaysan. 70ga kirganda. Eng kichkinasi. Meni momamda xolasi bo'ladi-da. Sizlar qarindoshmisizlar? Ha. Qanaqa qarindoshsizlar? Yaxshi. B. Begemot. D. Tilim ichida turibdi. Endi esimdan chiqib qoldi. Agar tilla uchida turganda charchab qolganda orqaga ketib qoladi. Dinozavr tilingiz uchiga qanday qilib sig'di? Yutqizdi-ku. Daraxtlarni ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Daraxtni tepasida nimalar bo'ladi? Omna, limon o'sadi, hamma narsa o'sadi. Limon achchiq. Bo'ladi. Yana-chi? Mandalin zo'r limon. Mandalinni yesa bo'ladi. Mandalin achchiq emas. Yana qaysi meva achchiq bo'ladi? Bolgarskiy. Bolgarskiyni kim yaxshi ko'radi? Bolgarskiyda kattalar bo'ladi. Kichkinalar yaxshi ko'rmaydimi? Yo'q, kichkina bo'ladi. Sizlarni uyingizda eng katta odam kim? Dadam. Dadangiz nima ish qiladilar? Ishchi bo'ladi, siydi pul sotardi bizga ko'p pullar qo'yardi kutadiganimiz. Toshkentdagi eng zo'r joy qaysi joy? Telbashni manchu. Nimaga? Chunki o'tga chiqqan to'lqa odam tushishi bilan boy bo'lib ketadi. Manchu shunaqa. Siz chiqib ko'rganmisiz? Yo'q. Chiqib ko'rishingiz kerak yana boyishingiz uchun. Kim aytdi sizga buni? Menga ham o'zim miyam shunaqa aytotdi-da. O'sroch, sen mamnaqa qilgin. O'shanda boyib ketamiz. Dotda. Qaniydi hayot shunchalik oson bo'lib tepaga chiqib tushganda boyib ketsak-a. Hamma televideniyada o'chirib turardi. Sun'iy intellekt nima degani? Men qayerdan bilaman? Qanaqa hayvonlarni bilasiz? Sabaka, wow. Barakalla. Qarang, Yasminaxon nimaga hayvonlar kiyim kiyishmaydi? Ketdi. Qayerda kiyadi? Uyga. Robot nima ish qiladi? Robotmi? Nima odamlar nima anaqani aytsa,
Aslida anaqa robot keyin anaqa qilib supuradi, bir narsalar qiladi. Agar robot charchab qolsa nima bo'ladi? Agar robot charchab qolsa, batareya olib kelib tiqish kerak bo'ladi. Uxlab olmaydimi? Yo'q, Nimaga? uxlasa bo'lmaydi-yu. Ha, odam charchasa nima qilish kerak? Odam charchasa, qizlarga buyurish kerak. Nimani? Ishladida. Chunki odamlar ish qilib bellari og'riydi, qattiq og'rib qolishi mumkin bo'ladi. Hali ko'proq idish yuvish kerak bo'ladi, ovqat pishirish kerak, shipirish kerak, hamma yo'q qilish kerak bo'ladi. Bu ayollarning vazifasi, to'g'rimi? Keyin robot olib kelib qo'yish kerak. Keyin hali ko'pgina batareya olib kelib qo'yishi mumkin. Agar farzandingizni ko'rsatuvimizda ko'rishni istasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Hamkorimiz mazali, mevali, yoqimli Kango. Xayr, salomat bo'ling.